Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, yana bir ishimiz Andijon viloyati Temirxo'jada o'z nihoyasiga yetdi. Qani bir ustalarning ishiga baho berib, bittadan like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa biz ishimiz bilan tanishtirishni boshladik. Ishimizga 450 kvadrat tunika fon rasxod qildik. Hamma yo'q ichida 135 ming so'mdan 0.37 qalinlikdagi istan qilib berdik. Hop, bu yerga oqqon mokri rangidan juda ham chiroyli fasonda chekalar dasturxon pianinali fason, o'rtasida oyna rombi bo'lgan. Shunaqangi chiroyli holatda tunika ishlarni qilib berdik. Bu yerimiz ayvon. Shunaqa holatdan 4 ta tushgan. Bu yoqqa darvozaxona bilan 5 ta. Uzunasi 25 metrga yana 4 metr. Juda chiroyli tushgan uyimizdan. Uyda proyektiga bitta like bosib qo'yasizlar. Shunaqangi chiroyli holatda qilib berdik. Hammasiga oyna romli qo'yib berganmiz. Bir xilda bo'ldi, chiroyli chiqdi. Shapkamiz, общий shapkamiz 47 metr uzunlikda, endi 1.25 chiqqan. Bu yerga hop, oldiga 90 gradusli, orqasi dasturxon bo'ldi, navo karniz bo'ldi. Mokri rangidan. Bu apshifkalari ham shu kvadrat ichida bo'ldi hammasi. Ustunlarni ham xudo xolasa atroflarni chiroyli holatda ustalarimiz o'rab bergan. Umuman kamchiligi qolmadi xudo xolasa. Shunaqangi xizmatlar kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar ekrandagi nomerlarga. Ustalarning xizmatiga bir dona like bosib qo'yishni unutmaymiz. Tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Obuna bo'lmaganlar kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa shunaqa chiroyli uylar sizlarga ham nasib qilsin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.